Nevroz holatida eng qiyin bosqich qaysi biri? Vahimami, qo'rquvmi, xavotirmi yoki kasallikdan qo'rqishmi, yoki har xil yomon fikrlar oqimimi, yoki panik holatlarmi, yoki panическая ataka holatlarimi? Assalomu alaykum. Nevroz holatida eng qiyin bosqich bu inson o'z nevrozini anglab yetishi ekan. Mana shu eng qiyin bosqich hisoblanar ekan. Ya'ni ko'p marta aytaman, mana nevrozim nimadan iborat ekan deyish, shu narsaga yetishish, shu narsaga erishish insonda eng qiyin bosqich hisoblanar ekan. Endi bu nevroz holatida qo'rquv, vahima, yomon xayollar oqimi, yoki kasallikdan xavotir olish, yoki panik holatlar, juda kuchli qo'rquvni orqasidan panическая ataka holatlari ham bo'lishi mumkin. Bu holat ham yengil holat emas, bu yengil bosqich demayman. Lekin inson mana shuni o'zida faollashtirib turgan narsa, ya'ni xalq tilida aytganda shu ichimdan nimadir ko'tariladi, shu ko'tarilish nimaligini bilmayman, shu ko'tarilayotgan narsani man tushunib ololmayman deydi xalq. Mana shuni tushunib olish, shuni bilib olish nevroz holatida eng qiyin bosqich ekan. Endi aytib o'tganimdek, bu eng qiyin bosqichni inson qay darajada qabul qiladi va qanaqa darajada bu narsani hal qilishga urinadi. Inson o'zini ustida ishlagani yaxshi, ya'ni qo'rquv, vahima holatlari, yomon xayol oqimi yoki kasallikdan qo'rqish, kasallikdan xavotir olish bo'yicha o'rganadi, o'qiydi. Lekin uni ichidagi, ya'ni inson o'zini yana chuqurroq tushib, o'zini shu holatlarni o'zida qayta faol ishlayotgan narsani bilib olishi nevroz holatida qiyin bosqich bo'ladi. Chunki nimaga? Inson o'zini ichiga tushar ekan, u yerda har xil emotsiyalarni ko'radi. Ya'ni ko'p g'azab, nafratlar, juda ko'p xafagarchiliklar, judayam ko'p yoqimsiz odatlar, judayam ko'p atrofga, dunyoga bo'lgan qarshiliklar, har xil kasalliklarga bo'lgan qarshiliklar va ko'p holatlarda o'ziga bo'lgan qarshiliklar, nafratlarni ko'radi-da, mana shundan chiqib ketar ekan. Buni hal qilmas ekan deb chiqib ketar ekan. Chunki u yerda har xil og'irliklarni ko'rar ekan. Inson xalq tilida aytganda og'zi oshga yetik derkanda, shu oshga yetib kelishi bilan yana orqaga qaytib ketaverar ekan. Yana ishlar ekan, harakat qilar ekan, o'sha oshga og'zi yetib kelay deganda yana to'xtatib qo'yar ekan bu ishni. Mana shuning uchun inson ichki mexanizmlariga tushar ekan. O'sha xalq tilida aytganda ichimdan nimadir ko'tariladi. Shu ichimdan nimadir keladi, keyin boshlanadi deydi. Mana o'sha ichidan nimadir kelayotgan mexanizm o'rganishni boshlar ekan, inson og'ir bosqichni boshdan kechirar ekan. Endi tushundik, nevroz mexanizmlarini ham tushundik, bu og'ir bosqichni ham tushundik. Endi nima qilsak bo'ladi? Masalan, aytishingiz mumkin, maslahat bering. Albatta, maslahat beraman, maslahatsiz bo'lmaydi. Bu holatlarni og'ir bosqichligini bilganingizdan keyin endi iloji boricha undan qochmaslikni o'rganamiz. Undan ketib qolmaslikni, qochmaslikni, undan qo'rqmaslikni yoki undan xavotir olmaslikni o'rganamiz. Buni doirasida men eng yaxshi ko'rgan maslahatimni beraman bu videoda. Siz bu jarayonni o'rganish uchun, og'ir bosqichni yengil qilish uchun, og'ir bosqichdan tezroq hal qilish uchun, xalq tilida aytganda tezroq chiqish uchun siz kuzatuvchi pozitsiyasida qoling. Bu meni eng yaxshi ko'rgan maslahat. Buni hamma nevrozga beraman. Hamma nevroz holatidagi insonga beraman. Ya'ni kuzatuvchi pozitsiyasida qoling. Siz nevrozingizni boshqarmang. Nevrozni yo'qotishga harakat qilmang. Nevroz bilan kurashmang. Nevroz bilan olishmang. Nevrozni yomon otliqqa chiqarmang. Nevrozni balo, battar, padaringga la'nat, parazit deb qarg'amang. Nevrozga negativ ko'zi bilan qaramang. Nevrozni baholamang. Bugun 5% bo'ldi, 10, 15, 20 kecha uchida bugun 5 bo'lib baholamang. Nevrozni o'zingizdan haydamang. Nevrozni yo'qotishga, o'zingizdan haydashga harakat qilmang.
Va albatta nevrozni tushunishga harakat qiling. Mana bu maslahatim ichida kuzatuvchi pozitsiyasi juda ham qo'l keladi. Ya'ni inson o'zini kuzatishi kerak. Qaysi holatdanki bu narsa boshlanyapti? Sizni qaysi emotsiyangiz bu holatni chaqiryapti? Qaysi emotsiyangiz, qaysi fikrlashingiz shu holatni faol ishlashiga sababchi bo'lyapti? Sizni qaysi ichki jarayoningiz, sizni qaysi dunyoqarashingiz shu narsani faollashtiryapti sizda. Ya'ni xalq tilida aytganda bundoq ko'tarilyapti ichingizda. Mana shu ko'tarilayotgan narsa nima? U o'zidan o'zi ko'tarilmaydi. Nevroz insonni juda ham yaxshi ko'rgan, bahona demayman, mayli endi unaqa yomon ko'rsatmayman, insonni bahona emas. Juda yaxshi ko'rgan bir gap bor, o'zidan o'zi bo'ladi. Yo'q. Insonda nevroz o'zidan o'zi bo'lmaydi. Mana shu og'ir bosqich, ya'ni sizni ichingizdan ko'tarilayotgan narsa nima o'zi? Mana shuni bilishda bizaga kuzatuvchi pozitsiyasi juda katta yordam beradi. Chunki bu kuzatuvchi pozitsiyasida samoanaliz bor. Samoanaliz nevroz holatini anglashda juda katta yordamchi bo'ladi. Kuzatuvchi pozitsiyasining ichida samoanaliz bor. Ya'ni siz o'zingizni tushunishni boshlaysiz, nimadan keyin bo'layotganini ko'rishni boshlaysiz. Mana shu narsadan ekan. Ana nevrozim mana shundan ekan deyishni boshlaysiz. Yuqorida aytib o'tgan 10 tami 11 ta narsani sanab o'tdim men. Mana shularni bajarmasdan siz kuzatuvchi pozitsiyasida o'tirar ekansiz. Siz уже o'zingizda idrok faoliyati, o'zingizni anglash faoliyati, o'zingizni tushunib yetish faoliyati juda ham aktivlashib ketadi. Mana shunda siz o'z nevrozingizni ko'rishni boshlaysiz. Siz o'z nevrozingizni tushunishni boshlaysiz. Siz o'z nevrozingizga to'g'ri ko'z bilan qarashni boshlaysiz. Mana bunda biz aytganimdek kuzatuvchi pozitsiyasi juda ham qo'l keladi.